Assalomu alaykum, hurmatli podpishchilar, hurmatli tomosha qiluvchi nimalarimiz, xalqimiz. Mana bugun 23-aprel. Mana ertalabdan Bahodir akamlarning nimalariga keldi, qulupni ekkan joylariga. Mana o'zlari terdirib, mana sortirovkalarni o'zlari qilib, mana shunday qulupnaylar. Qo'lingizga ushlab Bahodir aka ko'rsating. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Mana. Va alaykum assalom. Mayli, hamma qilibni ko'payib ketdi. Mana Bahodir aka bular necha grammdan o'lchadingiz? Ana ko'ra necha grammdan chiqdi? Assalomu alaykum, ahli musulmon, rizovor mevalar yetishtiruvchi shu hamkorlarimiz. Mana bizlar bu ajdan bir mo'ljallangan, yangi niyatda qilib olib kelingan, Italiyadan olib kelgan qulupnay navlarini mana rezultati deymizmi, endi shu chiqqan oxirgi ko'rsatkichlardan biri bo'ldi. Aytmoqchiman, bu sortlar mana endi hozir maqtashga nimaga afzalligini aytmoqchimanki, bular hozirgi oxirgi zamonaviy o'sha naqasi bo'yicha chiqqan navlar, Italiyaning navlari. Bizga 7 xil sortni olib kelib kelgan edik. Shuning orasida oq qulupnaylar bor, remontatni 2 xil sortlarni olib kirganmiz. Ular ham mana pishishni boshladi. Endi aytmoqchimanki, bu sortlar mana o'zini eng anaqa tarafida ko'rsatdi. Ham asosan mazasi, bu anaqasini gapirmasa ham bo'ladi-yu, yiriligi naqasi bo'yicha bu Mazasi, shirinliklari men yeb ko'rdim, juda baland, juda masalan, shirin. mana endi eski qadimgi o'sha Italiyaning o'zining navlari, Alba, Kleri shunga o'xshash ko'p sortlari yaxshi, shu paytgacha juda zo'r bo'lib kelgan. Endi mana hozir zamonning talablari bo'yicha bu sort mana Albalardan bir necha bor mazasi kuchli. Shuning uchun buni gapirib ham masalan hamma o'sha bunga nom ham qo'yishdi. O'zi aslida ismi Aleksandra degan nav bo'lsa, biz Alejandro deb shunchalik yana ham naqasini nomini ko'tarib qilyapti. Talab juda ham yaxshi. Yana qaytaraman, baribir biz O'zbekistonda yashaymiz, eng asos bizga mazasi bo'lishi kerak. Mazasi bo'lmasa uni masalan ko'p, mana albiollar, remontatni ko'p xil sortlar ko'p. Men ularni 25 yil oldin, 20 yil oldin ekkanman. Уже mana hozir ularni ham o'rniga chiqqan remontatni, Brino, Petro deganlar Italiyaning eng oxirgi 23-24-yillarda chiqqan navlarni olib keldik. Ularni ham mana keyingi ko'rsatuvimizda pishgan holini, o'sayotganlarini ko'rsatib boramiz. Bundan boshqa yana Aleksandradan boshqa bizda Nadia, Juicy, Munira degan sortlari, bular hammasi yana o'ziga yarasha reytingi baland bo'lib chiqdi. Xudo xolasa mana kerak bo'lsa kelib ko'ringlar. Rahmat. Ko'rsatlardan beramiz. Rahmat Bahodir aka, bular Italiyaning eng oxirgi seleksiyasi qulupnaylar. 24-23-yilda. Rahmat. Reytingi eng oxirgi bo'layotgan naqasi. Rahmat sizga. Sog' bo'linglar. Nomerlarni kommentariyada qoldiramiz.